Nima sababdan EKO amaliyoti doim ham ijobiy natija topavermaydi? EKO amaliyotini samarali natija bo'lishi uchun 3 ta eng katta faktor rol o'ynaydi. Birinchi faktor bu ayol kishining holati va bachadonining ichi. Bunda bachadon ichi holati, endometriy qalilligi, qon bilan ta'minlanganligi hamda gormonlar bilan to'liq ta'minlangan. Ikkinchisi ayol kishini yoshiga juda ham katta bog'liq. Va uchinchisi hayz siklining regular va noregularligi. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich hosil bo'lgan embrionlarning sifati 4 ta balda o'lchanadi va qay darajada embrion sifati yaxshiligiga qarab uni samaradorligi kuzatiladi. Va uchinchisi bu ana shu jarayonni olib borayotgan reproduktolog mahoratiga bog'liq. Demak, EKO amaliyotining samaradorli chiqishi 3 ta muhim faktorga bog'liq ekan.